ikinci başına start vergenedik. Şu bilen bize kültürel finansı anakamam. Cereyan çıkıldı. Mıcaz bize geldi 10 milyon so'mdan artık savdo kıldı. Ve şu savdosuna bize de omadli şu barabanını aylantırış imkaniyetini verdi. İmkaniyetten faydalandı. Omadli insan şunun içinde bir tane altın bilet vardı. Yani omadli şu hazırlık düğününde bileti vardı. Şunu tutmalış 20'den bir şans edi. Ve şuna düşken bilet adashmasa 37 finalist hazır bir yerden. Yani omadli 37'den finalistini bugün savga bilen teminlemiz. Savganı verirkenimiz en kemi 100 olur, en kemi 5 milyon so'mlik savga veremiz. Yani biz yine şu narsa lazım bir yerden koyduk. Ne kadar asasız start veremiz. Demak, yil davomida bugungi oqshom, bugungi tadbir mehmonlari tanlab olingan, to'g'rimi? Bu bo'lsa, mutlaqo tasodifan aynan mana shu Qayso Fortuna orqali tanlangan va mana shu tadbirga qadam rajlangan mehmonlar bilan nihoyatda bir ajoyib bayram tadbirini o'tkazamiz. Bo'lmasam, bugun bu yerda omadli shou yanında ketma-ketlikda finalistlarimiz aniqlashtirilgan. Birinchi, ikkinchi va ularning qaysi tumandan yuqoriligi agar ruxsat bersangiz boshlashtiramiz, ketma-ketlikda chaqiramiz. Lekin shu bugungi kunni tashkillashtirishda, boshlash aslida barakali haqida ma'lumotni ko'pchiligimiz to'liq bilmaymiz. Endi ko'pchilikga damlanib, rivojlanib, shiddatli rivojlanayotgan firmalar o'zimizda yani shu barakalisini aslida to'liq ma'lumotni kirish qismini qilsak. Albatta. Va odatga muvofiq kirish qismida mana shu barakali ma'muriyatiga murojaat etsak. Katta hurmat, ehtirom bilan qadrli mehmonlar, sizning e'tiborlaringiz markazida